Hurmatli yurtdoshlarim, sizlar uchun bitta Onyx sovutimni puliga ko'rsatadi jigarim. Jigarim, nima yangiligimiz bor? Yangiliklardan Onyx Lt'ni olib kelib qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Yangi RS-oblisovkalar qo'yilgan. 4 ta yangi yumshoq diskalari bilan o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Yonlaridan ko'ringlar. Undan tashqari Magicar pultlari bor. Chexol, polik, undan tashqari propan gazlarigacha qilingan. Keling oshna, keling. Ko'rishingiz mumkin mana. Eng kattasidan zo'ridan qo'yilgan akalar. Mashinamizning kraskalari absolutno top-toza. Boshlang'ich to'lovini qiziqqanlar uchun boshlang'ich to'lovini qaranglarda akalar. $1900 boshlang'ich to'lov. Oylik to'lovlari 4.360.000 so'mdan. Agar yo'q, pulim ko'proq deganlar uchun eng zo'ridan shokoladidan qilib beraman. $2900 boshlang'ich to'lov berasizlar. Oylik to'lovlaring qaranglarda. 3.200.000 so'mdan. Nima deyapti akalar? Bosib o'radigan joy, mashinani ko'rishlaring mumkin. O'ta tiniq holatda turibdi. Kraskalari ham absolutno top-toza. Tayyor mashina so'ragan akalarimiz uchun.